Cho'ta qo'ynim aynimayaptimi? Doktorga bo'lmasam bo'lmaydi. Nimadir bo'ldimikin? Madina, yana nimaga keldingiz? Murida Kasimovna, qarang, qornim qimirlamayotganga o'xshayapti. Qo'ynim ham aynimayapti. Bolamni bitta ko'rvoqing, o'ziga yozib bering. Voy Madina, 8 haftalik bo'lgan bo'lsa, 8 marta keldingiz oldimga. Mayli, yozib beraman hozir. Ha, Murida Kasimovna. Madina, qana mas'uliyatsiz qizsiz. Dopplerga ham tushmadingiz, skriningga ham tushmadingiz. Qachon ko'rinishga kelasiz? Ha, yo'q, hech narsa qilmaydi. Birato'la endi obmenlikni olgani boraman. Madina, kresloga chiqing. Yo'q, chiqmayman. Hamshira ushlab keling. Keling oyisi. Assalomu alaykum. Mash kresloga chiqamanmi? Yechinuringmi? Ha, chiqing kresloga. Ha, Jamoliddinova, nima deysiz? Doktor, oddiy suv ichsam bo'ladimi? Ha, ichavering, bo'ladi. Ha, Jamoliddinova, yana nima deysiz? Doktor, kartoshka pyure yesam bo'ladimi? Nima ovqat yey? Bolani qorni og'rimaydimi? Yozib berdim-ku, nima mumkinligini. Yana Jamoliddinovami? Alo. Alo. Jamoliddinova, obxotika. Kola bilan. Semichka chaqib o'tiribsizmi? Jamoliddinova, mumkin emas-ku. Voy doktor, hech narsa qilmaydi. Bu 4-bolam. Tuqqanimdan keyin bir stakan suv ichib olganman. 3, 4, продолжаем.